Ekan, topganingga baraka bersin. Ochamga salom aytib qo'ying. Bo'pti, men ketdim. Borgan sari otamga o'xshab ketyapti ekan. Iltimos, nimadir qiling, o'sha sovchilikka Men qo'limdan hech nima kelmas ekan. Bu yog'i taqdir, baxtliman. Sani ham bolaliking o'tib ketyapti ya. Uyimizni ham yetmagandek opangni ham ro'zg'orini bo'yningga olsam bo'ladi. Sensiz nima qilarding? Men sizni kulib yuring deb harakat qilsam, yig'lab o'tiribsiz. Boya opang telefon qilganida narsalar olib borib tashlab kelsa. Rahmat bolam. Opang ham rahmati bordi. Rahmat degan ishlama qilmadim. Bu meni erkaklik vazifam. Hali ishonaman. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat aka, yukimni ham o'zimni ham esalom olib kelib qo'yganingizga. Mayli aka. Voy. Okajon. Shuncha pulni olib ketorsangiz ham bo'lardi-ku. Adam unaqa tarbiya bermaganlar. Gap yo'q aka. Aka urinmang. Pul uchun qilmadim bu ishni. Yaxshilikda ko'rishaylik. Boshqacha bola ekan. Aka, mana shu bola. Yur ketdi gaplashamiz. Bormi ukam? Yordam kerak emasmi? Yo'q, okajon, nima deganingiz bu? Ko'rib turibman, halol bola ekansiz. Bizlar bilan birlashaysizmi? Aka bo'lib ishlaymiz. Hali hammasi zo'r bo'ladi. Qanday bo'lar ekan? Qandoq emas, qanday bo'ladi ukam? Assalomu alaykum aka. Ko'rmaysanmi, yangi mashina zat bo'lmay qoldi. Yuring unda menikiga ketamiz. Bo'ldi, xo'p, bo'lmasa shunda seni yo'lda tashlab ketaylik. Yarim kecha uyga qaytyapti ekan. Nima qildi, ketdimi? Ketdi aka. Hali ishonaman. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi.